Real Madrid klublar o'rtasidagi ilk o'yinda Xavi Alonso boshchiligida ochko yo'qotdi. 1-1 hisobida jangovar durangga imzo chekdi. Real Madrid bu o'yinda juda ham qiyin qarama-qarshilikka uchradi, chunki Xavi Alonso boshchiligidagi Real Madrid bunaqa issiqdagi 38 gradus issiqdagi futbolga tayyor emas, chunki iqlim boshqacha. Saudiya Arabistoni jamoasi Al Hilol esa bu issiqdan hech qanaqangi bir hayratlanarli yoki bo'lmasam bir e'tiroz beradigan tomoni yo'q, chunki Saudiya Arabistoni bundan 2 barobar issiq. Menimcha hamma biladi. Real Madrid g'alaba qozonishi ham mumkin edi. Fede Valverde penaltini golga aylantira olganida Real Madridga 3 ochko olib kelgan bo'lardi va 2-1 hisobida g'alaba qozongan bo'lardi Real Madrid. Lekin afsuski Fede Valverde kechagi o'yinda Bonuni ranjita olmadi. Aksincha Bonu Fede Valverdeni ranjitdi va penaltini ishlab jamoasiga muhim bo'lgan 1 ochkoni taqdim etdi. Hozirda juda ko'p jamoalar bu o'yinga jiddiy qaramayapti. Yevropaning jamoalari kecha Paris Saint-Germain ham 2-turda mag'lubiyatga uchradi Boca Juniorga. Undan tashqari Borussia Dortmund ham 0-0 o'ynab durangga imzo chekkan edi. Benfica daji Porto yutqazib qo'ydi. O'yin hozircha Yevropaning jamoalariga faqat nima deydi, jiddiy yondashmayapti. Abduqodir Husanov ham Manchester Cityda ikkinchi o'yinda maydonga tushish ehtimoli bor, chunki Pep Guardiolani o'zi aytib o'tdiki, o'ynamagan 8 ta futbolchi keyingi o'yinda maydonga tushadi dedi. Bular qatorida o'z-o'zidan Husanov ham bor. Husanov asosiy tarkibda tushadi, imkoniyati katta, unga maydonga tushish imkoniyati ehtimoli bor. Bu shunchaki Yevropa jamoalari uchun o'rtoqlik o'yini. Hozirda Osiyo va Amerika, undan tashqari Yangi Zelandiyaning jamoalari bor. Bular uchun imkoniyat, futbolchilar uchun imkoniyat. Nimaga? Chunki bu turnirda o'zini yaxshi ko'rsata olgan futbolchilar Yevropani top klublariga uchib ketishi mumkin, transfer amalga oshishi mumkin. O'shaning uchun ham hozirda futbolchilar o'zini ko'rsatish maqsadida ham o'ynashmoqda. Imkoniyat bularga mana. Al Hilol jamoasiga ham imkoniyat emas. Al Hilol Yevropadan zo'r futbolchilarni, faoliyati yakunlanayotgan futbolchilarni olib kelish bilan band, lekin qolgan jamoalar Yevropaga futbol uchirish bilan band. Degan gaplar.